Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aka-ukalar. Hop, bu ikkinchi partiyamiz, akalar. 3 dona bo'g'oz sog'liq, 2 ta qo'chqor bor. Qo'chqorlar zo'ri bor. Qo'ldan kelgancha ularning hozir batafsil ma'lumotini beramiz. Akalar, bugungi videomiz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan bo'lyapti. Ismim Abduqodir. Hafta kuniga shanba, 22 mart. Akalar, bu 3 ta sog'lig'imiz qo'ldan kelgancha videolarni sizlarga hozir qo'lni yoritib beramiz, bo'ylarini ko'rsatib. Videoga like bilan boshlasalarning biz ham boshladik. Hop. Akalar, birinchisidan boshlaymiz. Hop, buni tishi 4 tish qo'y. Mana ozgina hurgakroq, yosh 4 ta tishi, 4 tish qo'y, bo'g'oz. Mana ketlari, mana orqalari. Orqalari zo'r, bellari ham, xolos yaxshi. Arabaga metrni qo'yib bering. Mana juda hurkak ekan lekin. Hop akalar, mana metrni yerdan ko'ryapsizlar. Har doimgidek meni o'zim istelim. Metrda aytmayman, o'zlaring ko'rib baho bera olaverasizlar. Mana akalar, metrimiz. Mana. Hop, uzunasiga bitta qo'shib ko'rsatingchi. Hop, mana uzunasiga yelkasidan akalar. Mana teparoqdan mana uzunasi. O'zlaring ko'rib bahosini berib olaverasizlar. Bu birinchi qo'yimiz, 4 tish qo'y. Bitta tuqqan qo'y, ikkinchisiga bo'g'oz xudo xolasa. Holati ideal holatda, lekin oyoqlari baquvvat mana. Mana uzoqdan ko'rinishlarini ko'rsatib qo'ying. Mana ko'ribsiz. Hop, ikkinchi qo'yimiz akalar. Bu qo'y qisir qo'y. Hop, tishlari Bo'ladagiga ikkita tuqqan. Ikkita tuqqan qo'y mana. Quloqlari uzun lekin buni. Quloqlari mo'shni. Quloqlari 19. Mana tepalari, bellari, mana dumbalari. Qo'chqor tayyor bu. Mana. Dumbalari. Ko'rinyapti degan umiddamiz. Bizga ekranda telefonda aynaga ko'zga tushib yaxshi ko'ra olmayapsiz-da, shuning uchun bo'yni ham ko'rsatib qo'ying. Hop. Janolarlar. Bo'ylari mana yerdan akalar. Mana. O'zlaring ko'rib olaverasizlar. Ko'rinyapti degan umiddaman. Bo'y 80. Mana uzunligiga Bo'ldi, bu qo'yapti. so'lyapti. Uzunligiga mana. Mana akalar, metr ko'rindi degan umiddaman. Qochyapti. Videoni xatolariga xafa bo'lmaysizlar. Mana uzunligi chekam 90. Hop. Bu ikkinchi qo'yimiz akalar. Ikkita tuqqan qo'y, qisir qo'y bu qo'y. Hop, bu uchinchi qo'yimiz. Bu to'g'ay deb turibdi, bu qo'zi, hali tish o'zmagan kichkina qo'zi. Qo'zi qo'y, mana orqalarini ko'ringlar. Orqalari tikka akalar. Jonivor tagi to'lib turibdi. Inshaalloh 5 kun 10 kunligi bor uzog'i. Mana bu hali qo'zi, tish o'zmagan qo'zi. Bo'yboslariga bitta metr ko'rsatib qo'yamiz. Bo'ylari mana akalar yerdan. Bu yoqdan qo'ying. Hozir. Mana akalar metr yerdan. Mana bo'yi. O'zlaring Tishlarini ham bitta ko'rsin. Qo'zi. Qo'zi qo'y hali. Tish yoshiga yetmagan. Uzunligi yelkasidan akalar. Mana 90. Xo'p, akalar, sizlarga hamma ma'lumotni berdim deb o'ylayman. Qo'ylarning ikkitasi bo'g'oz, o'rtadagisi qisir. Xo'p. Bularni yemoq ichmog'iga 1 hafta kafolati bor. Dastavkasi ichida bo'ladi, narx aytganda. Dastavka Samarqandgacha bor, xudo xolasa kelishilgan holatda. Hammasini bir joyga bittaga olaman deganlarga 5 million 700 ming so'mdan narx aytamiz, dastavkasi bilan albatta. Ikkita bo'g'ozni narxi. Ikkita bo'g'oz yakka olaman deydiganlar bo'lsa, adden narxda aytamiz akalar. Kimga qaysi biri ma'qul kelsa telefon qilaverasizlar, Telegramga ham aloqaga chiqsalaring. Telefonimiz faqat namoz paytida o'chik bo'lishi mumkin, boshqa paytda xolos ishlaydi. Qaysi biri ma'qul kelsa telefon qilaverasizlar. O'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar akalar. Xudo xolasa xayri bor, kelishamiz. Telefon qilaveringlar, noumid bo'lmaysizlar. Ikkita bo'g'oz, bitta qisir. Mana. Mana jonivorlar. Jichcha ham aybi yo'q qo'ylar. Quloqlar orqadan turilish. Quloqlari zo'r. Bellari ham yo'g'on qo'yiladi.
Akalar telefon qilaverasizlar. Xo'p, sog' bo'linglar, o'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar.